O'zbekiston terma jamoasi jahon chempioni bo'lishga tayyormi? Ha do'stlarim, mening ushbu gaplarim sizni biroz hayron qoldirgandir, balkim meni til yog'lamachilikda ham ayblarsiz. Lekin Misr terma jamoasiga qarshi kechgan o'rtoqlik o'yinidan so'ng ushbu bahsni tomosha qilgan futbol muxlislari mening fikrlarimga qisman bo'lsa-da qo'shiladilar. Chunki do'stlarim, biz sizlar bilan ushbu bahs davomida kurashuvchanlikni va taktik futbolni namoyish eta oladigan terma jamoani ko'rib guvohiga aylandik. Ha do'stlarim, e'tibor bering, O'zbekiston terma jamoasi birinchi bo'limda nemischa futbol namoyish etdi, ikkinchi bo'limda esa italyancha futbol namoyish etdi. Albatta, birinchi bo'limda ham to'pni orqaga qaytarishlar ko'p kuzatildi. Orqaga qaytarish va himoyachilar orqali pressingdan chiqib ketish holatlari. Bu esa tabiiy hol, chunki raqib jamoa doimo hujum uyushtiraverganida va pressing tashkil etaverganida bu uslub pressing va himoyadan chiqib ketish uchun eng qulay uslub hisoblanadi. O'yinning dastlabki 4-daqiqasidayoq Oston O'rinov hisobni ochganidan so'ng o'zingiz ko'rib guvohiga aylandingiz. Misr terma jamoasi shunchaki futbolchilarimizning ko'zini ochirmadilar. Ya'ni hujum ketidan hujum, pressing ketidan pressing. Aytgancha Oston O'rinovning birinchi goli haqida e'tibor bering. U o'zining ushbu golini Neymar uslubida emas, Neymarga o'xshashroq uslubda kiritdi. 7 ta himoyachining qurshovidan chiqib ketib gol kiritdi. Albatta, bu 7 ta futbolchining hammasi ham himoyachi emas. Shuning uchun umumiy qilib raqib futbolchilarining 7 tasining qurshovidan chiqib ketib gol kiritdi desak maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan mana shu Oston O'rinovning golidan keyin misrliklar futbolchilarimizning ko'zini ochirmadi va aynan mana shu holatda biz guvohiga aylandikki, O'zbekiston terma jamoasi to'pni orqaga o'ynab himoya orqali pressingdan chiqib ketish uslubini juda ham yaxshi o'zlashtirganligini. Keyin esa O'zbekiston terma jamoasi tezda o'ziga kelib oldi va Misr futbolchilarining xayoliga bizga osonlikcha gol ura olmaysizlar va sizlarning kuchingiz bizlarga yetmaydi degan narsani uqtirganlaridan keyin misrliklar ancha o'zlarini bosib oldilar va 43-daqiqada yana o'sha Oston O'rinov katta sahnaga chiqdi. O'z umuman olib qaraganda birinchi bo'limda 4-0 hisobi ham qayd etilishi mumkin edi, lekin bitta vaziyatda Eldor Shomurodov birga bir vaziyatni gol bilan yakunlay olmadi. Yana bir vaziyatni esa Oston O'rinov ko'kka sovurdi. Aniqrog'i ko'kka sovurmadi, darvozabon oyoqlari bilan uning ajoyib zarbasini qaytarib qoldi. Birinchi bo'lim 2-0 va tanaffusga mana shu hisobda chiqib ketildi. Ikkinchi bo'limda esa do'stlarim biz nemis futbolini tashladik va italyan futboliga qaytdik. Himoyaviy futbol. Lekin himoya deganda bizning yigitlar faqat himoyaga yotib olmadilar. Vaqti bilan qarshi hujumda raqibni jazolab qo'yishlari mumkinligini ham eslatib, anglatib turdilar. Lekin ikkinchi bo'limda gollar kiritilmadi. Lekin ikkinchi bo'limda ham gol kiritish uchun bizda yaxshigina vaziyatlar bo'lganda. Ko'rinib turdiki, ikkinchi bo'limga o'zbekistonlik futbolchilar 2-0 hisobini ushlab qolish uchun maydonga tushganliklarini va ular bu ishning uddasidan chiqa oldilar ham. O'z umuman olib qaraganda ayni damda Afrika qit'asida Misr terma jamoasi eng kuchli jamoalardan biri hisoblanadi. Afrikaning eng kuchli jamoasiga qarshi mana shunday o'yin namoyish eta oldikmi? Menga ishonavering, biz jahon chempionatiga ham faqatgina muzqaymoqlar yeyish uchun bormaymiz. Biz ushbu mundialda nomdor va gigant terma jamoalarga anchagina muammolar tug'dirib, ularga yaxshigina bosh og'riq bo'la olamiz. Va do'stlarim, Oston O'rinov haqida. Ushbu yigitning jismoniy holati yaxshi bo'lsa, nimalar qila olishga qodirligini ko'rib guvohiga aylandik. Menga ishonavering, agar Oston O'rinov jahon chempionatiga mana shunday sport formasida yetib oladigan bo'lsa, jahon chempionatidan keyin Yevropaning mana menman degan klublari uning uchun ovga chiqishni boshlaydi. Chunki haqiqatan ham tan olish kerak, u bugun maydonda shunchaki vahshiy edi. Vahshiy bo'lganida ham yirtqich vahshiy edi.
Bundan tashqari do'stlarim, sizlar bilan biz ushbu bahsni jonli efir vaqtida Jonli Sport Telegram kanalida tomosha qildik va bugun bo'lib o'tadigan 17 yoshgacha bo'lgan terma jamoalar o'rtasidagi jahon chempionati musobaqasi doirasidagi Xorvatiya hamda O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi bahsni ham aynan mana shu Jonli Sport Telegram kanalida birgalikda tomosha qilib boramiz. Shuning uchun do'stlarim, ushbu videorolikning opisiyasidagi va kommentariyasidagi manzillar orqali o'tib Jonli Sport Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Va bugun biz sizlar bilan birgalikda ushbu bahsni ham Telegram kanalimizda tomosha qilamiz. Umid qilamizki, 17 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz ham yuzlari yorug' holda g'alaba bilan bizlarni xursand etadi. Hozircha esa do'stlarim, mana bu o'rtoqlik o'yinida bo'lsa ham qo'lga kiritilgan 2-0 hisobidagi g'alaba bilan butun vatandoshlarimizni tabriklab qolaman. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.